Muxtar makoni. Bor aka. Qaysi biri? Nech pul? 18 million so'mga sotdi. Sraz mana. Videoni boshlashimga yo'q. Bitta like bosib qo'yinglar. Mana. Bozor shamol barakalida. Yo'q. Mana onasizlar. Nech pul foydasiga sotasiz? Unaqa ko'p olmayman. 500 ming yetadimi? Ko'p. Yo'q, nomer ayting. 93 066 269. Xo'p, 18 ga baraka bo'ldi. Kim 18,5 million bersa, yo'l kirasini Qaytib beraman. yo'q, o'ltirib yubordingiz, 250 ming. 250 ming bor. Tomonidanman desa javob. Yarmini qaytib beraman 500 ming deb. Otangizga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. Bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar, hafta kuni seshanba 2026-yil 21-aprel. Andijon viloyati Shahrixon Cho'ja Ollome chorva bozorida yosh hunarchilar novvoslar eshitadi, barakalar, barchasini ko'rsatib ketamiz. Kecha kuni marhamatli bozorni yosh hunarchi novvoslar qo'yibmiz. Otasiga mingdan ming rahmat. 10 mingta odamdan 1700 ta odam like bosibdi. 1700 ta odam like bosibdi. 1700 ta odamni qattiq hurmatdamiz. Xudo xolasa amalarga omad. Bizni hurmat qilib, padesh qilib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Like bosib qo'yasizlar. Aka buni nech pul qilishyapti bu chiroylida? 21 21 million so'mga. Ko'chaga chiqib boraman. Mana. Kim dollar olman? Qiziqani nomer bormi? 97 581 50 00. Aloqa qilib qo'yasiz. Kelsa odamimiz aka olib qo'yadi. Bu nech pul bu? 27 ozgina kami bor deyapsiz aka. Yaxshi toza narsa ekan. Savdosi-chi? Savdosi 23 ko'rdi aka. Barakasini bersin. Mana bo'ldi zo'r. Tanzil opadan. Aha, salom alaykum. Sog'lik yaxshi. Tanzil opa nech pul ikkosi? 35 dan kami bor ekan, hurmatli obunachilar, 32 dan sotilmayapti. Mana bir joyga bo'lsa beraveraman deyapti. Qirol ekan hunarchilar. Asal hunarchilar ekan. Bir joyga yengiroq bermayapsizmi? 32 dan qo'shsa beraveramiz uka. Bozor nima deyapti? Bozor 32 deyapti, qo'shinglar desangiz bitta o'ylanib turishibdi. Hurmatli chorvadorlar, 32 milliondan bir joyga savdo bo'pti, bermayapti ekan. 32 dan ustiga qo'shganga bor baraka. Hunarchilar lekin vobshe chiroyli. Boshroq o'shin, boshroq. Gap yo'q. Bu Savashvet ekan, bu Germanskiy ekan. Qaysi nima bu? Bozor shamoli. Oba, bizni kanaldan siz yo'lida berasizmi? Bizni kanaldan siz dastavkasini bepul qilib berasizmi, xudo xolasa. Nomer ayting. Bozor shamoli. Tergachidagi haligi bitta akaxoningiz yana salom aytdi, albatta boraman. Osh qilib beraman dedi. Xudo xolasa. O'zi salom aytgani, osh qilib berganda o'rnida xudo xolasa. Nomeringizni bering. 94 375 375 74 55. Hech uyiga qadamimiz yetmayapti-da. Uyda ham yaxshi narsalari bor, opam saqlab turibdi-da. Nasib qilsa boramiz, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. Ketdik bo'lmasa biz boshqa novvoslarni ham ko'ramiz. Nech pul bo'ldi, shep? 25 kami bor. Yangi nuqtalarda-yu. Olindi. Nech pulga? 20? 20 ga olinibdi, 25 million kam bor ekan. Bozoringiz bersin. Sir nech pul bo'ldi? Nech pul? Sanjar aka 29 oldi. Zo'r, arzon, 29 million so'm. Qisir ekan. Qochma xonajinni puli bo'pti-da. Suti bor aka. Laykni bosib qo'yinglar, zo'r olibsiz, nasib. Maza qiling. Bular nech puldan maydalari? 27. Buchi. Buchi. Mana uni Ali aka oldi-yu. Asha aka mollari bu ham-a? Ha bu. Ha bu siznikimi? Addin. Nomer ayting, qiziqqaniga. 50. 721 64 0
64 04 mi? Javlonbek. Davronmi? Ikkov mayda xonasi bitta akadan ekan. Bozoringiz bo'lsin. Bozor shamoli. Qancha bo'lmayapsiz? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Nech puldan bular? Hammasi 20 dan ketdi bir joyiga. 19 dan? 20 dan 50 deydi. Ana men bilib qo'yibman-ku, qarang. 19 milliondan hammasi bir joyiga ol deyapti-kan, akamiz 19 dan hammasini ber deyapti. Lekin kichkinasi bor deyapsiz-ku. Mash kichkinasi sigir bo'ladi-yu, mallardan qimmat sigir bo'ladi. Aka, Mana rangi o'zi 1 million. shu Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. tashlab berasiz. Baliqchiga. Barakasi bersin, zo'r. Yetim o'zinglar ko'ramiz. Novasmi bu? Nech pul? Paroda xonajin ekanlar. 10 million kam bor. Nech pul qilishyapti? Bering akaga. Puliga yarasha xonasin ekan. Bozoringiz bersin. Yetim o'zinglar qarang, ari yo'q ketdi. Ovoz. Ne olayım dediniz mi? Kama bor dediniz. Kama bor. Nech pul qildi bu qani? 19. 19 millionga sotilmayapti, hurmatli obunachilar. 19 ga bermayapsiz. Foyda qilyaptimi? Ha. Nima bermayapsiz? Berib yuboring. Hozirroq foyda qilyapti. Nomer berasizmi qiziqani? Ha, beraveradi. Ayting. 94. 94 106 106 0178. 0178. Sigirga qo'shsa yemadimi? Nima? Necha oylik? 2 oyga to'lgan novosini 19 million savdo bo'lyapti, berilmayapti. Ammo bu qiy gap yo'q akam. Zo'r ekan, barakasini bersin. Ye? Qalesan? Like vasila deb qo'y. Like bossin. Like. Görüşamiz, bo'pti, sog' bo'l. Voy, bular kanday sunday bo'lib ketdi-yu, atlar. Yetimlar makoni bat. Oldinglarmi? Sotyapmiz. Nech pul bu chiroyli? 17 kami bor. Buchi? 15 kami bor. 17-15 kam bor. Bular sut yemadimi endi? Ketek kunlari ham yo'q. Silos ham yo'q. Nima deya bozor? Savdo qilishdimi? Mana uni 12,5. Nima uchun? Bu 14 million 300 ming. 14 3 buni 12 million. Nomer berasizmi ishqibozga? Sotilib ketdi. Batlar yetimlar makoni ekan-a? Yetim. Qarang, hammasi yetim o'zi ekan batda. Bozoringiz bersin. Yetimxonadan ketaylik tezroq baqir chaqir ekan. O'zim aytaman. Beravering. Buni nech pul qilyapti aka? Sotmadingizmi mishkani? Qizil olasini sotib yubordingizmi? Ashetta sotganmiz. Ko'rdim, shunday ko'ra olmayapsanmi? Nech pul? Siz nech pul dedingiz? 50 mingga mol qimmat bo'lmaydi, bo'ldi bor baraka. Oling. 15 mi? Zo'r novvos oldingiz. Buliga arziydi. Buch. Hozir buni 18 yarim qildi. 18 ham million. Yaxshi narsa olibsiz aka, lekin bazorini bersin, zo'r. Oldingizmi uni? Oldingizmi? Nech pul?
Necha pul qildi bozor? 15 yarim 15 million 400 ming savdo. Bozorini bersin, yaxshini olsin ekan. Necha pul oldi aka? 14 million 400 ming. 14 O'rtang aka. Yaxshi. Oq bulut necha pul aka? Joning sog' bo'l. Necha pul qilishdi? 24 million 500 ming qilib bermayapti. Necha oylik bu? Bilmadim aka, biz ham olganmiz. Oylik. Uchosi ham sizdanmi? Ha, jo'nayamiz. Qiziqqani nomeringizni bering-chi. 90lik 90lik 210 210 56 56. 256 ga aloqangiz qurasizlar. Bozoringiz bersin. Aka bu shved necha pul qilish ya? 24 24 million qilyapti. Qarang. Rangi borda, jonivorda. Rangi bo'lmasa 18-19 ning ovoz. Rangi borligi uchun 24,5. Ama yaxshini ovoz ekan mana shu. Sizga necha pul oldi? Arzon. Aka ishqibozga nomeringizni berib qo'yaylikmi? Yo'q, yo'q. Bozoringiz bersin. Yaxshini ovoz ekan. Bular necha puldan aka? Chiroylilar. 25 milliondan kam bor. Ikkosi ham bittami? Ha, bitta. Jupini necha pul qildi bozor? Olaman degan necha pulga bermadingiz? Olaman degan moli 21,5 so'rashyapti. Moshvetini 21 million 500 ming, 22 million atrofida savdo. Ishqibozga nomeringizni berib qo'yaylikmi? Oching. Ama ikkosi ham zo'r ekan. Qayerda mollari? Shep. Anjon. Anjon Samaydi sonlari ekan. Topdingizmi? 50 lik. Nomerda Yusel qanday bo'ladi? 150 bilimmi olmama? 50 lik 890 890 42 42 24. Kimning nomeri bu? Meniki. Bilmayapsiz-ku hozir ochmasdan. Yo'q, boshini. Ha. Aloqaga chiqarasizlar. Yaxshini ovozlarga bozoringiz bersin. Nechtaga chiqdik? Rahmat akalar, like bosib poddesh qilib tursizlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Mana ishtaga chiqdik tiqindan, bosh og'rig'idan. Nech pul oldi bu? Qisirmi? 19 qisir ekan. Chorvalaringga Alloh baraka bersin. Aka bu nechta tuqqan ekan bu? 3ta tuqqan ekan. Aka qo'ylar nech puldan bo'ldi? Nech puldan bo'ldi aka bular? Men bilmayman aka. Hammasi bitta bo'ldimi? 46 dizmi? 4 million 600 dan bir joyga. Hamma chorvasi Alloh baraka bersin. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha bizlarga bosib deshib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa. Nima bo'ldi? Endi kelyaptimi bu? Kuracha.